oilaviy dam olish uchun zo'r mehmonxona topib qo'ydim. Movinpik mehmonxonasi. Nimaga oilaviy aynan? Alohida kelsangiz ham bo'ladi. Aynan men hozir qilayotgan videoyim oilaviy uchun. Shunaqa villalar qilib beramiz. Villaga to'liq oilangiz bilan o'zingiz joylashasiz. Ya'ni 2 ta yotoqli, 3 ta yotoqli villalar bo'ladi. Mana bunaqa villalarda bemalol aylanib yurasiz. Bu chap tarafimdagi villalar birinchi qator villa. Ya'ni dengizga sirazi chiqasiz. Bu o'sha ikkinchi qator villalar. 50 metr farqi bor birinchi qator bilan. Oldin aylanib o'tishingiz hisobiga. O'zingiz shaxsiy baseyningiz bo'ladi. 2 ta yotoqligini oladigan bo'lsangiz 4-5 kishi sig'asiz. 3 ta yotoqligini oladigan bo'lsa 6-7 kishi sig'asiz. To'liq oilangiz bitta o'zingiz villangizda yotasizlar. O'zingizlarning shaxsiy baseyninglar bo'ladi. Mana bu общий baseynlarda cho'milmaysizlarda o'zingizlarda villalarning mana oldida baseyni bo'ladi. Bu yoqdan o'sha mana to'g'ri dengizga tushib ketadi. Mana villadan chiqsangiz to'g'ri plyajga chiqasiz. Bundan chiqadigan bo'lsangiz mana bunaqa villingizda aylanib o'tib dengizda ham cho'milib olasiz.